alaykum. Aziz YouTube shaydolari, gul shaydolari, Xorazm gullari YouTube kanalining obunachilari, sizlarga sotuvdagi gullarimni bir qator ko'rsatmoqchi edim. Yozdan amallab chiqib oldik. Xudo xolasa. Mana philodendron maska deyiladi. Buni tayski ham sorti bor, lekin tayski sorti juda qimmat. Bu Xitoydan kelgan. Buni 2ga bo'lib ko'paytirganman, arzonroq chiqishi uchun. Mana adaptatsiyadan o'tib, chiroyli gruntlarga ekilgan yangilar chiqaryapti. Bu gulimiz injiqmas, beozor. Uni pastki yenyog'i mana kesilganidan keyin mana yana nish urgan, ko'klayapti. Usti ham, pasti ham sotiladi. Bu ikkinchisi. Buni kecha kesganman. Mana kesilgan joyi. Bunisi hali adaptatsiyada. Ildizi bor, endi ildizlar yurishi kerak. Keyin panda sortimiz bor. Buni ham kesib ko'paytirishga qo'yganman. Bu tay qismi. Issiq bo'lgani uchun yozda biroz qarovsiz qoldi. Eski barglari sarg'aydi, olib tashladim. Singonim uchun bu hech narsa emas. Qaytanga kessa, singonim bitta joydan 2ta chiqaradi. Mana ichida 6-7 ta qusti bor. Hammasi mana yangi barglar chiqaryapti. Bunisi sal kattarog'i. Bir-biridan go'zal bargin chiroyligini qaranglar. Mana buni bittasini kesmagandim. O'sha paytda kesishga neudobniy edi, noqulayroq edi, kichkinaroq edi, yangi barg chiqargan. Bunisi ham sotuvda. Demak, bu gollandskiy Vetlandiya sortimiz. Bu onalikka olib qo'ygandim. Detkalarini sotganman. Oladigan odam bo'lsa, bunisi ichida 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta qusti bor. 4 ta katta, bitta kichkina qusti bor. Bu ham chiroyli пересадка qilingan. Narxini kelishamiz. Demak, bu yerda hammasi bron, o'zimni gullarim. Philodendrondan limon lime sorti. Buni ham пересадка qilganman. Kichkina tuvayda kelgan. Yozda issiqda 1-2 ta barglari nima qildi, sarg'aydi. Bu oddiy holat. Olib tashlab mana пересадка qilib adaptatsiyadan o'tgan. Keyingi gulimiz philodendron Birkin. Juda ham chiroyli, shunaqa beozor gul bu. Birinchi kichkina barg chiqarib oladi, keyin kattayib o'sib ketadi. Ichida rosa qusti ko'p, bemalol bo'lib eksangizlar ham bo'ladi, osiltirib yoki oporaga qo'yib o'stirsangizlar ham bo'ladi. Mana bunda yana bittasi bor. Bunisi bunaqa 2 qavatli tuvakka ekilgan. Bugun suv bergandim. Mana buni ham ichida yaxshigina qustlari bor. Changligiga e'tibor bermaymiz, chunki gullarim ko'pligi sababli birma-bir tozalay olmayman barglarini, lekin tez-tez yuvintirib turaman. Bu o'zimni Golland Aglaonema iguana red gulim. Buni rosa detkalaganda detkalarini olganman. Mana adaptatsiyada bular egalari bor hammasini. Buni yonidagi detkada hali ildiz yo'qligi sababli, ildizi tayyor bo'lmagani sababli, o'zi chiroyli katta qusti, lekin ildizi tayyor bo'lmagani uchun olmadim. Lekin yana tagidan yana qust chiqarib kelyapti ekan. Oladigan odam bo'lsa, o'zini ham sotib yuboraman, chunki gullarim juda ko'payib ketgan. Bular yaqinda video qo'yganman orxideyalarimni. Ming afsus, yozda issiq payti biz uyda bo'la olmadik. Больницаga yotishga to'g'ri keldi. O'shaning uchun 2-3 ta gulimni yo'qotdim, orxideyalarim. Lekin mana yangi o'suvlari. Bunisi Sitanosdan 2 ta detka beryapti. O'suvlari bor xullas.
Mana bunisi zo'r holatda. Aroma Fabrika Redki sortdan. Mana bu ham sotiladi. Adaptatsiyadan o'tgan. Bunisi nima edi? Bunisi Budda sorti ekan. Rosa hidi shirin bo'ladi buni. Svitanosi bor mana. Barglari kattagina. Orxideya qiziquvchilari uchun. Mana yana svitanos chiqarib kelyapti. Ildizlari bu kokosovый torfga, chipsga ekilgan. Ildizlari sog'lom. Yangi ildizlar ham o'stiryapti mana. Bunisi yangi ildiz. Menga kelib chiqargan. Xullas bu adaptatsiyadan o'tgan. Bular detkalarim. Barxitni antiurum guli gullamaydi, lekin bargi chiroyli, bargi rosa katta bo'ladi, 40-50 cm gacha boradi eni bilan bo'yi. Bunda mana bitta detka tayyor bo'lgan. Xullas, buni biron bo'lgan kristallinum. Mana barxitni juda ham chiroyli. Yana qaysi gulni ko'rsatay? Mana. Bunisi mana adaptatsiyadan o'tyapti, o'tib bo'ldi. Bular eski barglari, endi tashiydi eski barglar, bu odatiy hol. Mana yangi barg ochgan, juda ham chiroyli. Chiroyli lechuza, ceramis, asmakotlar qilib ekilgan. Ildizlarim ildizlari yurishni boshlagan. Bunisi Amazonika. Mana variegatni. Bu Pink Dragon Aure sorti. Bundan bu hozir adaptatsiyada endi polni bargini tashlayapti, lekin yangi ildizlar o'sib o'sishni boshlab yuborgan. Mana Amazonika kattagina. Bularni ikkalasini ham klubini bor sotuvda. Xohlagan odamlarga detka qilib o'stirib ham beraman. Keyingi gulimiz, buni Bambino variegatnini ko'rsatdim, juda ham chiroyli gul. Keyingi gulimiz Monstera Yellow Aure. Bu yerda ikkita qust. Mana buni o'zim bitta bargdan o'stirganman. Rosa beozor. Buni suvni sal ko'proq berib yuborganimdan bo'lgan. Mana bu qusti. Mana 3 ta haqiqiy barg chiqargan. Varlari ham, geli ham juda ham chiroyli. Yorug'lik, qancha yorug'lik yaxshi bo'lsa, shunchalik variegati chiroyli chiqadi va teshikchalari endi hosil bo'ladigan. Yoshga kelib qolgan teshikchalari xudo xolasa keyingi barglarda ochiladi. Bunisi Monstera Mint. Mana bunaqa bo'ladi. Bu ona bargi. Ona barg. Ona barg ekan. Buni ham makushkasini kesib ikkita detka chiqartirganman. Bittasini holati achinarliroq holatda, lekin ikkinchisi mana o'zini o'nglab olgan. Buni ham kesib srezga beraman. O'sha mana yirtiq uzurlari bilan chiqqan. Shu bilan hozirgi videom tugadi. Keyin yana ikkinchi qismini qo'yaman. Bu oddiy 1 metrli lampada turadi. Lekin komfortli, hammasi yaxshi holatda.